Məxfi uruş. Abdori Robert Spalding. 6. bab Zamanıvi uruş. 5. torunun kelgüsü. 1. qism. 2014-yili Amerika Dövlət Müdafiə Ministerligining muavin ministeri Robert Work dövlət müdafiə yenilik yaratish turining mas'uli bo'lib tayinlandi. Ayni vaqtda bu tur 3-chi qatimliq qurol yaroq musobaqasi strategiyasi deb ataldi. Bu Amerika harbiy tarixidagi eng muvaffaqiyatli ikki harbiy plan uchun qo'llanilgan atalg'udir. Tunji qurol yaroq musobaqasi strategiyasi Prezident Eisenhower davrida o'tirg'i chiqqan bo'lib, u Sovet ittifoqining an'anaviy qurol yaroqlar jihatdagi boshlamchilik o'rniga taqobil turish uchun yadro qurolini ishga solishni qaror qilgan. Ikkinchi qatimliq qurol yaroq musobaqasi strategiyasi Amerika Davlat Mudofaa ministeri Harold Brown, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi tadqiqot va injenerlik ishlari maslahatchisi William Perry tarafidan Prezident Carter davrida o'ttirg'i chiqarilib, Prezident Reagan davrida davomli taraqqiy qildirilgan. Amerika bu plan orqali ko'rinmas jang aeroplani, yo'l boshlag'ichi boshqariladigan bomba, sun'iy hamra josuslikqa qatorliq ilg'or harbiy texnikalarga ko'plab mablag' selishga yurish qilgan. Bu ilg'or qurollar 1960 va 1970 yillarda davr hal qilgan loyiha va tadqiqot natijasida yasab chiqilgan bo'lib, buning puli mazkur tadqiqot va loyihalar uchun Davlat Mudofaa Ministerligiga ajratilgan mablag'dan chiqim qilingan. Ayni chaqda Amerikadagi kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimning 2% tadqiqot va loyihalashga sarf qilingan. Kunimizda bo'lsa, Amerikaning tadqiqot va loyiha uchun ishlatiladigan yillik chiqimi kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimning 0,7%ni egallaydi. Yig'ib aytganda, birinchi va ikkinchi qatimliq qurol yaroq musobaqasi strategiyasi Sovet ittifoqining yiqilishiga sabab bo'lgan. 3-chi qatimliq qurol yaroq musobaqasi strategiyasi Amerikaning 21 asrdagi harbiy kuch afzalligi va rahbarlik o'rnini saqlab qolish yo'lidagi tirishchanlik bo'lib, Prezident Obama mazgilidagi Amerika Davlat Mudofaa ministeri Chuck Hagelning so'zi bo'yicha aytganda, bu strategiya Amerikaning texnologiya yangilik yaratishini ilgari suradi. Hagel yana bu strategiyaning to'limi muhim ekanligini, chunki Amerikaning 10 yildan ko'proq vaqt sarf qilib, boshqa davlatlarning vaziyatini muqimlashtirish va qayta qurish uchun jafoliq ishlaganligini, ammo Rossiya va Xitoyning fursatdan foydalanib harbiy zamonaviylashtirishga nurg'un mablag' solganligini, shunga bizning harbiy texnika afzalligimizning aslidagi kuchini yo'qotganligini aytgan. Robert Work Davlat Mudofaa yangilik yaratish turini ijro qilishga kuchashni boshlaganida Harold Brown va Chuck Hagel vazifasidan chekingandan keyin vazifani o'tkazib olgan Davlat Mudofaa ministeri Ash Carter o'zi ustiga olgan vazifaning o'zi tasavvur qilganidek emasligini bayqadi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi aslida texnologiyalik hamkorlik o'rnatib, ikki taraf ba'zi manbalardan tang bahramand bo'lgandila, Amerika dunyoda o'zgacha bo'lgan dunyoviy oldingi qatordagi jang tayyorligi sistemasini barliqqa keltira oladi deb o'ylagan edi. Biroq Carter Xitoyning texnologiya sohasiga mablag' solish va Xitoy olimlariga tayanishdan iborat ikki chora orqali texnologiya sohasiga butunlay singib kirib bo'lganligini o'ylamagan edi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining qurol yaroq tadqiqot qilish va taraqqiy qildirish hamkorligi uchun izdigan bu xususiy sanoatchilarning hammasiga Xitoylarning singib kirib bo'lganligini bayqay olmagan edi. Davlat Mudofaa Ministerligi Google bilan hamkorlik kelishimnomasi imzoladi. Shundaqla Alma kompyuter shirkati bilanmi hamkorlik munosabati o'rnatdi. Xitoy olimlari doimla Amerika olimlari bilan birlikda ishlaydi. Hatto Amerika armiyasi uchun qurol yaroq va uskunlarni tadqiq qilib, taraqqiy qildirish qatorliqlarmi buningdan mustasno emas. Ikki davlat olimlari orasidagi bu xil hamkorlik tufaylidan Amerika armiyasi nomidagi har qanday xizmat eng oxirida Xitoy olimlarining
tamamlashi uchun ularning qo'liga topshirilishi yoki uni Xitoy olimlari bilan ozdir ko'pdir o'rtaqlashishi mumkin. Başqacha aytganda, internet tori barliqqa kelgandan keyin iqtisodiy bexatarlik bilan davlat bexatarligi texmi zich bog'landi. Biz əmdidən başlap bolsunmu, Krimni jilg'isidagi yükselish modelini davlat bexatarligimizga munosabatsiz holda mavjud bo'lib turadi deb qarab olmasligimiz lozim. Hökumətdə bu haqdagi ogohlantirishlar bo'lish jarayonida men muayyan korxonalarımızның hökumət bilan yotlashib ketganini, iqtisod bilan davlat bexatarligini ayrim muomala qilish ko'z qarshining Xitoyni strategiya jihatdan bo'lishiga qo'llash bo'ladiganligini o'z ko'zim bilan ko'rib yetdim. Men yana kasbiy lobbichilik atrofining bu xildagi xatarlarni himoya qilayotganligini ko'rdim. Bu haqda keyin to'xtalaman. Yenidan barliq kelgan bozorlarga kelsak, yangi mahsulotlarning maydonga kelishi jush urib rivojlanyotidi. Xitoy yangi ilg'or qo'llanishchan programmalarni o'zliksiz o'ttirg'i qo'yyotidi. Shundaqla taraqqiyotning dastlabki bosqichida turayotgan texnikalarni setib olishga qiziqyotidi. 2015-yili Xitoy mablag' solg'uvchilar Amerika bilan 27 turlik yangi paydo bo'lgan texnologiyalik mahsulotlar uchun to'xtamlashdi. Umum savdo summasi 11 milliard 500 million dollar bo'ldi. Bu Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi qurgan davlat mudofaasida yangilik yaratish tajriba guruhi tarafidan e'lon qilingan doklad bo'lib, mazkur dokladda yana bu shu yildagi texnologiyaga oid savdoning 16%ni egallaydi deyilgan. F-35 eng yuqori darajada kompyuterlashgan aeroplan bo'lib, buni yer yuzidan kontrol qilg'ili bo'ladi. Biroq bu urush aeroplani Xitoyning Amerika texnologiyasiga tumshug'ini tiqishining ziyonlig'uchisidir. F-35 aeroplanini yasashga ishlatilgan bir qism zapchastlarning ba'zilari amaliyotda Xitoydan keladi. Bu xil ahvol ostida ta'minlash zanjiri nihoyatda cho'ng krizisga duch keldi degan gap. Shundaqla bu aeroplanning ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Amerika tarafning bu jihatdagi maxfiyatliklarimi tahdidga duch keldi degan gap. Quruqliq armiyasi istixborot bo'limining bu haqdagi xulosasi Xitoy F-35 ga aloqador barcha plan, loyihani o'g'irlab ketdi deyishdan iborat bo'ldi. Bu xil ahvolda siz nachar zapchastlarning aeroplanni kerakdan chiqarib yetadiganligini yoki texmi chataq bo'g'ini aeroplan zapchastlari orasida aeroplanni sirtdan kontrol qilish texnologiyasining mavjud ekanligini bilishingiz kerak. Bu xil ahvol ostida aeroplanning pachaqlab tashlanish mumkinchiligini faraz qilsangiz bo'ladi. Gerçi Amerika dünyadaki eng iqtidorliq va eng yuqori chekda mashg'ulot qilg'ili bo'ladigan yoshurun bombardimonchi aeroplanga ega bo'lsa-mu, ammo uningga ishongil bo'lmaydi. Chunki bizning sonliq ma'lumotlarimizning hakkerlar tarafidan kontrol qilinmagan yoki o'zgartirilmagan asosda bexatar, to'g'ri, ishonchlik yetkazilishiga kapolatlik qiladigan bexatarlik raqamlik to'rimiz yo'q. Gap bu yerga kelgan ekan, biz cho'qim 5G texnologiyasi haqida so'zlashimiz kerak. Bu eng yangi va davr hal qilgan 5-avlod aloqa shakli hisoblanadi. 5G supsi 1G, 2G, 4G to'riga o'xshamaydi. Bu tor texnologiyalari bir-biridan xeyli farqlanadi. Yuqorqi tor texnologiyalari telefon to'ri bo'lib qolmay yana kishilarni faqat kelgan telefon, elektronlik xat va qisqa uchur qatorliqlarni topshirib olish qatorliqlar bilan ta'minlaydi. Biz 5G to'rini yangi bir avlod internet to'ri deb tasavvur qila olamiz. Oddiy qilib aytganda, 5G internet to'ri 4G ga selishtirganda 100 hassa tez. Başqacha qilib aytganda, 5G to'rining to'r suratining aslab qilishi asosan yo'q deyarlik bo'lib, uchurni avatkuchi bilan topshirib olg'ichi o'ttirsida kechikish bo'lmaydi. 5G to'ri 4G to'riga qaraganda texmi tez, texmi bevosita va texmi to'g'ri bo'lgan to'r supsidir. 5G to'ri orqali insonlar bilan insonlar o'ttirsida, mashina bilan mashina o'ttirsida, shundaqla insonlar bilan mashina o'ttirsida aloqa qurg'ili bo'ladi. Bundaq surat va aniqlik 5G to'ri orqali jamiyatimizni biz tasavvur qila olmaydigan shaklda o'zgartiradi.
Qandaqlı bolmasun, hərbi strategiyachi bo'lish sübtim bilan mən yanıla texmi yiroqqa nazar silib, 5G to'ri umumlashganda qandaq ta'sirlarni elib keladiganligini tasavvur qilishim kerak. Shunisi aniqki, u vaqtda texnikaning taraqqiyoti hozirgidan texmi tez bo'ladi. Sababi shuki, u vaqtda programma va senzordan erishgan sonliq ma'lumotlarni kompyuterlarga va sun'iy aql motorlarga kechiktirmasdan yetkazgili bo'ladi. Yalğızla əvzəllik nöqtəsindən etqanda 5G to'ri nurg'un taraflarda zamonaviy kishilarning turmushini yaxshilay oladi. Masalan, vaqt kelganda doktorlar, hatto kompyuterlarmo yiroqdan mashg'ulot qila oladi. Nurg'un mashinalar, masalan, tormoz taxtasi yopqichini almashtirish, uydagi o'choqni tozalash, havo tangshig'ichning suzgichini almashtirish, ustal chirqining lampochkasini almashtirish qatorliq oila elektr saymonlarining hammasini mashina o'zi boshqara olishi yoki boshqalar remont qilishga ehtiyojli bo'lganda ishlatguchiga yoki uskunlarga mas'ul munosabatli xodimlarga mashina o'zi uqtirishi mumkin. Ba'zi xatarli xizmatlar, ya'ni bexatar bo'lmagan kon ichish mashg'uloti, cho'nqur dengiz ostida beliq tutish, hatto Ebola virusi qatorliq mezgillarda tekshirish uyini dezinfeksiya qilishga o'xshash ba'zi xatarli xizmatlarning hammasini 5G to'ri mashina odami orqali yiroqdan kontrol qilish vositasi bilan ijro qilish mumkin. Gerçi 5G to'ri buncha yaxshi bo'lsa-mu, ammo u kelgusida simsiz dunyo barpo qilishi, hatto dengiz ostiga ko'milib qolgan qit'alar aro optik tala to'r liniyasimi vaqti kelganda kuchli bo'lgan 5G to'ri tarafidan o'rni aniqlanishi mumkin. Ammo yangi 5G to'ri yana birli vaqtda yangi ojizlik, yangi bexatarlik andishisi va yangi milliy masalalarni elib keladi. Amerika armiyasining bu xil yangi tipdagi mudofaa tahdidiga taqobil turish majburiyati bor. Kulkilik yeri shuki, Amerika armiyasining o'zi yanala boshqalarning qo'g'dishi va mudofaa qilishiga muhtoj. Agar mudofaa sistemamizning aloqa qismiga boshqalar singib kirgan taqdirda, Amerikaning davlat bexatarligidimi yo'chiq ko'rindi degan gap. 2017 yılı 2 mayda Amerika Davlat Bexatarlik Komitetida xizmatga tushgunimda mundaq 2 turlik nishonim bor edi. Biri Davlat Bexatarlik yig'indagi a'zolarga Xitoyning dunyoga xo'ja aka bo'lishdak yomon niyatini bildirish. Yana biri Amerikadala emas, Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lgan davlatlarning territoriyalari ichidami 5G to'ri sistemasini bexatarlikka ega qilish. Xitoyning sonlar bo'yicha singib kirish va aqliy mulk xizmati davomlashyotgani necha 10 yil bo'lgan bo'lib, 5G xizmatiga qarta ular hargiz beparvolik qilmaydi. Hatto bu xizmatni nihoyatda puxta elib berishi aniq. Xitoydagi eng cho'ng telegraf shirkati Huawei va Zhongxin har qaysi davlatlarga aktivlik bilan 5G to'ri masalasida hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirmoqda. Bu ahvol meni cho'chitdi va sagitdi. Agar Xitoyning telegraf sohasi har qanday bir davlatda qurilib, taraqqiy qilsa, ham 5G to'rini qo'lga kirgizsa, undaqda bu Xitoy telegraf shirkatining bu to'r vositasi bilan almashtirilgan sonliq ma'lumotlarni, uchurlarni o'g'irlashini to'sib qolg'il bo'lmaydi. Mazkur to'r sistemasini qo'llangan barliq ilmiy maqolalar, tadqiqot dokladlari, barliq qurilish xaritalari va savdo planlari, barliq rasmlar, el-xat va qisqa uchurlarning hammasi ularning qo'liga tushidi. Bu xil ahvolda yanada g'arbdagi davlatlar o'zlari bo'rini uyga boshlab kirgandek ish bo'ladi. Xitoyga boshqa davlatning to'r sistemasini tutqizib qo'yganda, Xitoyning shu davlatning to'r sistemasi mashg'uloti orqali fan texnikani qurollashtirishiga qarab o'ltirmiz. Buni mundaq o'ylayli, agar bir kishining niyati durust bo'lmasa, kompyuter sistemasiga kirib, avtomatik mangdigan mashinalarni kontrol qilib olsa, mashinani odam ko'p bo'lgan tarafga mang'uzib, vaqa keltirib chiqirdi. Yana boshqacha qilib aytganda, uchquchisiz aeroplanni kontrol qilib olib, boshqa aeroplanlar bilan so'qilishni keltirib chiqirdi. Agar uydagi o'choqni kontrol qilib olsa, uydagi barliq o'choqlarni qahrdan qishda to'xtatib qo'ydi.
5G texnologiyasi va uning ko'lamining kengayishi bilan 1 kvadrat ingliz milli ichida 3 milliondan ortiq abont birla vaqtda bu torni qo'llana oladi. Buni 4G bilan silishtirganda nihoyatda cho'ng farq bor bo'lib, 4G'da 1 kvadrat ingliz millida faqat 10 ming kishi birla vaqtda tor ishiltalaydi. Bir maydon Amerikacha Zaytun top birlashma musobaqasi maydonida har bir top mastonasining hammasi tor ishiltalaydi. Uning ustiga hatto atrofdagi barliq odamsiz mashina odam qatorliqlarning hammasi tor ishiltalaydi. Mashina to'xtatish maydonidagi mashinalarmi bu tordan bahrilanadi. Bu xil 5G xabarlashish iqtidori haqiqatan kishini hayron qoldirdi. 5G torini mashinalar uchun loyihalangan tor sistemasi deb faraz qilishga bo'ladi. Chunki vaqti kelganda tor sistemasidagi ko'p qism aloqa kompyuter bilan kompyuter orasida bo'lib, mushundaq bo'lganda nihoyatda cho'ng sonliq ma'lumot borligi keladi. Mashinaga o'rgatish va sun'iy aql hisoblash usuli ko'p miqdorda tor sonliq ma'lumotiga erishadi. 5G texnikasini to'xtamay ilg'orlashtirib, g'oyat zo'r uchur qaytarish yo'li shakllantirgili bo'ladi. 5G texnologiyasining turmushimizga, xizmatimizga va jamiyatga bo'lgan ta'siri tasavvurimizdagidan ko'p halqib ketdi. Agar bu texnologiya boshqalar tarafidan suiiste'mol qilinsa, ta'sir doirasi o'xshashla bizning tasavvurimizdagidanmi ko'p eshib ketadi. Oddiy qilib aytganda, har qanday bexatarlik andishasi bo'lgan 5G tori bilan yo'llangan material bir qism yomon niyatli kishilar tarafidan siyosiy sahnadagi ta'sirchanlikqa erishish va kontrol qilish uchun qo'llanilishi mumkin. Agar Xitoy 5G torini kontrol qilish afzalligiga erishib olsa, barliq shahar va davlatni bu texnika bilan o'z manfaatini chiqish qilgan asosda kontrol qilish maqsadiga erishadi. Davomi bor. İngilizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qildi. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 17-ci sanıdan ilindi.